Yo'q, qachonga shunaqa yashamoqchisiz? O'zingiz joningizga tegib ketmadimi? Hammamiz jonimizga tegdi. Bolalarimiz katta bo'ldi. Qizimizni bo'yi yetgan, sovchi kasal nima deymiz? Bitta shu kichkina hovlida yashaveramizmi ikkitayla? Sodiq. Tur xo'jayin chaqiryapti. Assalomu alaykum. Hormat, nacharasizmi? Rahmat. Qanaqasiz? Menga ruxsat. Hop. Shutsiz, mashg'ulotda anchadan beri ishlaysiz. Yo'q demasangiz, bir taklifimiz bor edi. Hop, qo'ldan kelsa, Barjonadil. Shutsiz, mashg'ulotga sizni rahbar qilib saylamoqchimiz. Nima deysiz shunga? Mayli, agar shunga loyiq deb bilgan bo'lsangiz, roziman, nima deyman? Bo'ldi, bo'lmasa ertaga chiroyli kiyinib, glavniy ofisda sizni kutamiz. Ma'lum bo'lsin? Tabriklayman. Rahmat, joni sog' bo'ling. Rahmat. Hop. Bu uyda men katta farzandman. Nega ukam chiqib ketish kerak, men tushunmadim. Chunki ukangiz sharoiti yaxshi, shunga yaxshi topadi. Yoki bo'lmasa puldan bizga yordam qilsin, biz chiqib ketaylik. Sen jin emasmisan? Men qanaqa ukamga pul ber yoki chiqib ket deyman. Nima qildi? O'zi yaqinda chiqib ketaman deganda men qolib qoldim. Bekor qilgansiz. Chiqarish kerak edi. Yo chiqib ketsa gap shu, yoki bo'lmasa pul berib. Hey! Aka-ukani o'rtasiga sovchilik tushirma. Bo'lmasam sen chiqib ketishingga to'g'ri keladi. Tushundingmi? Shunaqami? O'zim uchun gapirdimmi? Bolalaringiz katta bo'ldi deb gapiryapman. Menga nima kerak? Sodiq aka, keling, salom alaykum. Yaxshimisiz, charchamas? Suvsiz? Muravzal, buxgalterimiz. Assalomu alaykum. Jasur, ukam yordamchim. Charchamayapsizmi? Stansiyamdan olsam. Sodiq aka, bugundan skladda boshliq bo'lib ishlaydilar. Bo'lmasam, bitta jamoa bo'lib, ahillikda til topishib ketasiz deb o'ylayman. Xudo xolisa 100 yerga qaratmaymiz. Bo'ldi, sizlar bemalol tanishib olavringlar, men xonada bo'laman. Bo'ldi, xo'p.